Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, tuzingizlar? Xohlasa terenaklarimizni obzor qilamiz. 7 ga 15 4,5 metrli to'sinlarimiz mana. Bular narxini 130 ming so'm qilib beramiz. Yana qutashini 12 ga 4 bor, 4,5 metrli esa buni 50 ming so'm qilib beramiz. Keyin 7 ga 15 4 metrligimiz bor. Mana bu ozgina qoldi, xohlasa yangi chiqadi. Buni narxini 110 ming so'm qilib beramiz 7 ga 15 da. Keyin 12 ga 4 5 metrli strapilamiz bor. Buni 75 ming so'm qilib beramiz. Keyin 7 ga 13 4 metrli o'sha abriznoy to'sinimiz bor mana. Buni 90 ming so'm qilib beramiz. To'singa, sarrobga, ayvon to'sinlarga zo'r bo'ladi bu. Keyin 12 ga 4 metrli shorqirramizni 50 ming so'm qilib beramiz. Murulatini 40 ming so'm qilib beramiz 12 ga 4. 4,5 metrli 7 ga 13 da 110 ming so'm qilib beramiz. Bundan oz qoldi, bu ham yangi chiqyapti xudo xolasa. Keyin 7 ga 13 3 metrli brusimizni 60 ming so'm qilib beramiz. 2 metrlisini 30 ming so'm qilib beramiz. Keyin vassaladi 15 ming so'm qilib beramiz. Bu garbil vassaladi. Buni xutta mashina 2 metrli lapeti ham bor, hozir uni ham ko'rsataman. Mana u lapet 2 metrli vassamiz. Buni kvadrati 17 ming so'm kvadrati. Keyin 2 metrli shox vassamiz bor, hozir uni ham ko'rsataman. Mana u garbil vassamiz ham 15 ming so'm. Mana bu garbil vassalarimiz ham 15 mingdan. Keyin 2 metrli shox vassamiz. Buni kvadrati 10 ming so'mdan qilib beramiz. Malax to'sinlarni endi obzor qilamiz, bog'lasa. Malax to'sinlarimizni 6 metrli to'sindan boshlaymiz mana. 6 metrli to'sinimiz baquvvat. Buni narxini 185 ming so'm qilib beramiz. Keyin 5 metrlikda baquvvati bor mana. Buni narxini 180 ming so'm qilib beramiz. Keyin 5 metrliklar bor. Mana 5 metrliklar. Bularning narxini 150 ming so'mdan qilib beramiz. Nechta desalar ham bor. 4,5 metrli to'sinlarimiz mana. 4,5 metrli to'sinlarimizni 110 ming so'm qilib beramiz. Bular ham juda ham chiroyli chiqqan. Keyin baquvvati bor 4,5 to'sinlarda mana. Baquvvatini 130 ming so'm qilib beramiz. Mana 4 pachka, mana 1 pachka, 2 pachka, 3 pachka, 4 pachka baquvvati 130 mingligi. Keyin mana 4,5larimiz ham bor. Bularning narxi 110 ming so'm. Keyin 4 metrli baquvvatlarimiz bor, mana bu 4 deylar. Bularni 125 ming so'm qilib beramiz 4 metrli baquvvatlarni. Keyin 4 metrli sredniy to'sinlarimiz bor mana. Bularning narxini 170 ming so'm qilib beramiz. Bular mana 4 metrli quruq deganga quruq, yangi deganga yangisi ham bor. Hozir ham bir 2 soat 3 soat oldin ham bundan 86 ta berdik. Chiroylisini olib olishdi mana 4 metrli to'sinlarimiz. 70 ming so'mdan qilib beramiz. Bitta olganga ham, 100 ta olganga ham, 1000 ta olganga ham eng optim narxda. Qo'ldan kelgancha eng arzon narxini qo'yyapmiz. Mana bu 3 metrli to'sinlarimiz bor. 3 metrli to'sinlarimizni 50 ming so'm qilib beramiz. Bular ham zo'r xudo xolasa. Keyin harilarimiz bor mana. Harilarimizni metrini 80 ming so'mdan qilib beramiz. Nomerlarimiz 90 631 72 72 mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 6 metrli sarroblarimiz mana. 6 metrli sarrobimiz 75 ming so'm qilib beramiz. Keyin 5 metrli sarroblarimiz bor. Endi erinib qolyapti, yuraverib ko'ngilga olmaysizlar. 5 metrli sarrobimizni
60 ming so'm qilib beramiz. Mana shu to'rtopachga 5 metrlik sariroq. Keyin 5 metrlik ustunbob bor. Mana hozir o to'g'rida turibdi bular. Mana. Mana shu 5 metrlik ustunboblar. Bularni 30 ming so'm qilib beramiz. 4 metrlik kashelilarimiz bor. Tortqalarimiz mana. Bularni 15 ming so'm qilib beramiz. Kimga shunaqa sifatli materiallar zarur bo'lsa, mana shu nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa ishlaringizni juda ham chiroyli qilib bitkazib beramiz.